Dilshod ismining egasi bo'lsangiz yoki shunday yaqiningiz bo'lsa, diqqat bilan eshiting. Bu shunchaki ism emas, bu qalbning baxt formulasidir. Fors tilidan kirib kelgan bu ism ikki buyuk tushunchani birlashtiradi: dil, qalb va shod, quvonch. Tarixan bu ism xonadonga yorug'lik va xushxabar olib keluvchi insonlarga nisbatan qo'llanilgan. Psixologik nuqtai nazardan dilshodlar tug'ma optimizmlari bilan ajralib turadi. Ular har kunday og'ir vaziyatda ham tabassum qila oladigan va atrofdagilarga motivatsiya beradigan energetik markaz hisoblanadi. Ular o'ta sezgir va qalbshunos bo'lishadi, lekin o'zlarining ichki kechinmalarini hammaga ham ko'rsatib vermaydilar. Siz bilmagan sirli fakt: dilshodlar o'zlari ruhan charchagan bo'lsalar ham yaqinlari uchun tog'dek tayanch bo'lishga kuch topa oladilar. Ularning sadoqati va mas'uliyat hissi juda kuchli. Aziz dilshod, qalbingizdagi nur hech qachon so'nmasin. Ushbu videoni o'zingiz tanigan barcha dilshodlarga yuboring.